Sementimiz oldin marka tasnifida berilgan bo'lsa, hozir son tasnifida berilyapti. Ya'ni 32,5 tasnif 400 markani beradi, 42,5 tasnif 500 markani beradi va 52,5 tasnif bu har doim ham uchravermaydi, 600 marka sementimizni beradi. Buni farqini ko'pchilik bilmas ekan, sababi markadan tasnifga o'tganligini birinchi muhim jihati bu poddelkasi, ya'ni qalbaki mahsulotlarni ko'payib ketishini oldini olish maqsadida zavodlarda hozir markadan tasnifga o'tilgan. Endi tasnifga keladigan bo'lsak, men imorat ko'tarayotganimda asosan 500 markali, ya'ni 42,5 tasnifdagi sementlarni ishlataman. Sababi buni mustahkamligi qotgan sari va apalovkani yechgandan keyin boringkani kolonnada bo'ladimi, rigilda bo'ladimi, apalovkani yechganingizdan keyin 6 soatda o'zini usha bo'ladi va bu vaqt mobaynida, ya'ni 4 soat, 5 soat vaqt ichida sizlar 3-4 marta shlankada suv sepadigan bo'lsanglar, buning natijasida marka betonimizda qattiqlashib, mustahkamligi ortib boradi. Endi sement olayotganda обязательно mana shu tasnifga e'tibor beringlar. Izohlarda qoldirib ketinglar, sizlar qanaqa marka yoki qanaqa tasnifdagi sement ishlatasizlar. Salomat bo'linglar.